Ha, kuyov ozgina o'tirmangiz, osh-posh qilib berardim. Kechib qoldi, avtobus tugab qolmasin. Ha, shu bitta mashina olasiz bo'lmaydimi? Ha, shuni o'ylab yurgandim, bir pochkani sotsam ekan. Noqilmayman men. Mana jentman kalt mashina haydab yurisiz. Yo'q, qo'ying dadajon, kerak emas. Ha, mayli. Qizim baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Xo'jayin, siz aytganingizdagi natijniy patologlarni 60 xildan oshiq turini ishlab chiqaryapmiz. Bundan tashqari hamma razmerlarni ham topsa bo'ladi. Eko, UFA stanoklardan foydalanyapmiz. Keyin mana bu oynalarga ham, kafellarga ham, temirlarga ham hamma narsaga pechat bosib beryapmiz. Qaranglar, O'zbekistonda ustalar, dillilar jalb qilish kerak. Bu yilgi eng katta maqsadimiz ham shu. Biz birinchi qo'lligimizni aytishdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Nevaram kelibdi-yu. So'rashmaydi nevarasiz siz bilan. Haysizdek odamga tushundingizmi? Bu darajada pastkash bo'lasiz deb o'ylamadim. Ya nima qildimmi? Hamma narsa nima katta qizingizni eriga bo'lish kerakmi? Ha? O'rtancha qizingizni didomdan olganmisiz siz? Yaxshi ko'raman o'rtancha qizimni ham. Bo'lmasa meni ham yaxshi ko'ring-da. Katta kuyovingizga jenter badarga qilar ekan, bizga faqat kompot berasiz. O'sha kompot. Boshingizni yoraymi kompot bilan urdi? Qarang, mana shu sexni bersam bo'ladimi? Qanday? Mana shu sexni. Ha, bu sex bo'ladi. Nima, beton ishlab chiqaramiz? Yo'q, bu yerda natijniy patolog ishlab chiqadi. Bo'ldi, siz boravering. Natijniyda boshinglar bo'lmasa. Endi ko'rmaysizmi, ko'rgilayaganda endi bozor bilan bitta boyvachcham bolasini urib qo'ydi qiziqishda. Yo 50 ming dollar berasan, yo qamataman deyapti. O'shanga xayrlashgan keldi, qamoqqa kirib ketishdi omi. Yo'q, uni demanglar, sizlar qamalib ketishinglarga yo'l qo'ymayman. 50 ming yo'q, lekin mana shu uyni sotib tursak bo'ladi. Va mana shu eng muqobil variant sotish kerak uyni haqiqatan. Men qaysi biringlarga turaman? Yo endi avgust sentyabrgacha nima qilib turing? Keyin yaxshi bo'lib ketadi. Hayli, qizlarim baxtli bo'lsa bo'ldi. Bu klient kiraversinmi, kagra sotib qo'ygandim-da. Ha, chaqiring. Ludmila aka kiravering. Okey, bro, hozir keldim Amerikadan. Da. Hozir to'xta, telefon qilaman. Qaynota, nima bo'ldi sizga? Ha? Kim bu ahvolga soldi sizni? Ya, bo'l. Hozir gaplashaman dadajon bilan, mana. Alo. Boja? Yaxshi ish qilmabsizlar, lekin shunday odamni ko'chaga tashlab ketib. Mana, men olib ketaymi o'zi? Qariyalar uyiga. Uyingizga olib ketmaysizmi? Endi erkalanib ketdingiz-da? Bang.